Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hop, hozirgi kunda suv nasos so'rashyapti. Ko'p akalarimiz suv nasoslarida har xil variantisidan bor. 76, 100lik, 150lik, 220 bilan 150lik, 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 200talik, 150, 200taligimiz 220 ga ishlagan. 3 fazalar hamma variantidan bor. 7,5 kilovatlik, 11 kilovatlik. Bezellik salarkali so'rashyapti. Bezellik salarkalilarni narxlarini tanishtirishni boshlaymiz. Bezelliklarimiz 76larimiz 900 mingdan 1 million 300 ming so'mgacha bor. 900 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha. Yuzli bezelliklarimiz 2 million 500 ming, 2 million 800 ming, 3 million 3 millionligi bor. Bularning motori 190. Bularimiz motori 192, soatiga 100 tonna tashiydi. Katta motor qo'yilgan. Narxlari 3 million so'm. Salarkali variantni so'ragan akalarimizga salarkali variantligimiz ham bor. Soatiga 100 tonna suv tashiydi. Salarkali variantda statorga zavat bo'ladi. Salarka rasxoti 600 grammdan 700 grammgacha. Narxlari 5 million 900 ming so'm. Komplekti 30 metr shalankasi bo'ladi. 5 million 900 ming so'm. Salarkali variantimiz. Nalichida juda ham serob. Bezelli variant so'ragan akalarimizga 150 talik bezelli variantimiz. Motorlari 192, soatiga 180 tonna suv tashiydi. Narxlari 6 million so'm. Komplekti 30 metr shalankasi bor. 30 metr shalankasi bo'ladi. Pajarni shalankasi 30 metrlik bo'ladi. Salarkaligimiz 5 million 900 ming so'm. 150lik bezelligimiz 6 million so'm. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxlarini, telefon raqamlarimizni qo'yib beramiz. Telefon qilishlari mumkin. Anjanskiy so'ragan akalarimizga anjanskiylarimiz ham bor. 150 taligi $500, salarkaligi $600.